Assalamu alaykum hurmatli haqiqatni izləyənlər. Bu qitimli leksiyarimizga xush keldinglar. Aldın qitimliq leksiyarimizga tushgan ba'zi inkaslarga asosan bu leksiyaning beshini azroq bizning uslubimiz to'g'riliq tushuntirib qo'yishni to'g'ri ko'rdik. Muqaddas kitobimizdan boshlasak, Qur'on Karimda Alloh avatgan oyatlar va Allohning koinotda yaratgan dalillari haqida o'ylashimizni aytadi. Qur'onda tafakkurga ilhom beradigan 700 dan ortiq oyat bor bo'lib, biz bu muqaddas kitobga iymon etquchilar bo'lish sifatimiz bilan o'tmishimizni, bugunimizni va kelajagimizni qancha tafakkur qilib boqdik va qilyapmiz. Rost uchurlardan yolg'on uchurlar 6 tez tarqalgan bugungi kunda biz va farzandlarimizni yolg'on va keraksiz uchurlar axlatxonasidan qutuldirib chiqib, o'zimizga xos rost bilan yolg'onni ayira oladigan bir tafakkur va fikr so'zguchimizni tayyorlashga tirishib boqdikmi? Mana yuqorida deb o'tgan bir qancha oddiy savollarga javob topishimiz bizning bir umrimizni elishi mumkin. Biz bu kanalni 3 boyutli tafakkur qilish va o'zimizga xos so'zguchlarimizni tayyorlashimiz, o'zimizning izlanishlarini ko'pchilikka sunish uchun bu kanalni boshlagan bo'ldik. Oldingi leksiyada 3 boyutli tafakkur uchun sizga bir boyutidan, ya'ni shaytoniy yoki yomon g'arazliklarning shaxsiyatchilik bilan yurgizilayotgan sistemasini tushuntirgan bo'ldik. Allohning yaratgan sistemlari ichida zidlik sistemasiga qarab baqsaq, kecha-kunduz, oq-qora, yaxshi-yomon, chiroyli, sal qatorliq misolga elib tugatib bo'la olmaymiz. Biz bu yerda 3 boyutli tafakkurga ega bo'lish uchun zid bo'lgan taraflarini izlandik. Qahramonning bo'lishi uchun cho'qim dushman yoki askilar bo'lgandek uyg'onishimiz uchun avval uxlayotganligimizni yoki uxlatayotganligimizni bilishimiz kerak. Uyg'ongan vaqtimizda savol qo'yishga boshlaymiz. Savol qo'yish bilan tafakkur qilishga boshlaymiz. Qancha ko'p tarafdan fikr yurgiza olsak, haqiqatga shuncha yaqinlasha olamiz. Kichkimizdan olgan so'roqsiz ma'rif faqat itoatkor kollektivni tarbiyalab chiqqandek, sistema bizni bir boyut bilanla cheklanib turib, tushansang sana yetidi deb formatlab keldi. Qanday qilamiz degan savolning javobiga yana kelsak, avval fikr qilish usulimizni o'zgartirishimizga to'g'ri keldi. Ya'ni 3 boyutli, hatto uningdan ko'p tarafdan fikr qilish usuli. Canlıq misaldan birini alsaq, hammamizga tunuşluq bo'lgan amallarning pilni silishi degan hikoyani so'zlashga to'g'ri keldi. Bir podshoh kelib, 6 qarg'uni chaqirib, pilni silab beqib, nimaga o'xshaydiganligini aytishni buyruq qilgan. Qarg'ularning har biri pilning birla qismini silab javob bergan. Quliqini tutib silig'ini pil bir yalpigushga o'xshaydi degan. Putini silig'ini daraxtga degan. Quyruqini silig'ini arg'amchiga degan. Badinni silig'ini tamga o'xshaydi ekan degan va burunni silig'ini yilonga o'xshaydi ekan deb javob bergan. Bizning maqsadimiz tarixdan bugunga kelgucha o'ylanayotgan o'yinlarni, suiqasdlarni va ularning o'z oldiga qilayotgan kelgusi planlari haqida o'zimizning izlanishlarini sunish orqali podshohning o'rnida turib amallarning silayotgan narsasining nima ekanligini keskin jazmlashtira oladigan bir ko'rish nuqtasini sunishni bizning nishonimiz va uslubimiz qildik. Shu bir narsani unutib qolmagan bo'lsak, bizga format etilgan ma'rif bizni shu qarg'ularga o'xshash qilib tarbiyalab qo'ydi. Bunun sababidan biz bir yerga kelganda faqat o'zimizning fikrda ching turib olib, o'zimizning to'g'riligini isbotlashga tirishimiz. Acaba xato bo'lib qolsa-chu deb turib, boshqalarningkini anglab, o'zimizninkini tekshirib baxmaymiz. Bu etilgan formatning bizdagi zihnni keyingi leksiyalarimizda diagnoz qo'yishga tirishimiz. Shunga biz buningdan keyingi leksiyalarimizda ba'zi temalarga kirsak, agar sizlarning qarshinglar bilan cho'ng farq bo'lib, bizni xato ketibdi deb qaragan bo'lsanglar, bizningki xatoligimizni dalillar bilan ko'rsatib berishinglarni qarshi olamiz. Shunga qonimizning ismini fikran biri deb qo'ydik. Qarshi tarafning xatoligini isbotlash uchunmi, dalil bilan to'g'riligimizni isbotlash uchunmi, dalil bilan o'zaro muzokara olib berish orqali fikrlarimizni texmi to'g'rilashga tirishimiz. Bugungi leksiyada taratqu, ya'ni medialar qismini so'zlab o'tmoqchi. Avval bu rasmga qarasak, sol tarafdagi koni taratqularda kollektivning uchur qabul qilish manbasi radio, gazet, jurnal va televizordan iborat edi. Koni media taratqularda fikrning kirish manbasi asosan taq liniyalik bo'lgach, kollektivning fikr jihatdan bo'linishi bugungidek ushoq emas edi va o'zaro muzokara olib boradigan temalarmi cheklik edi. Hukumatning xalqni boshqarishi va o'z xohlagan yerlarga boshlay olishi oson edi. Hukumat uchun tahdid qismi bo'lsa, kollektivni 100 odam desak, 3 xil fikr bilan 33 odamdan 3 ga bo'linadi. Agar bu fikrlar bilan bo'lingan 3 guruh ichidan bir guruh uyg'onib chiqib hukumatga noroziligini ifodalasa-mu, hukumat ularning talabini o'rinlashga majbur qildi. Xalqning kuchini, o'mlikning kuchini hukumat yaxshi biladi. Qaysi norozilikning o'zini og'dirib tashlaydiganga sabab bo'ladigan pilit bo'lib qilishini bilmaganligi uchun insonlarning oz fikr bilan cho'ng-cho'ng guruhlarga bo'linib qilishi hukumatlar uchun tahdid hisoblandi.
o'ng tarafdagi yangi mediaga qarab baqsaq, ya'ni bugungi biz yashayotgan vaqtga medialar sotsial medialarni asos qildi. Kona, ya'ni klassik medialar, radio, televiziya stansiya va gazet qatorliqlarning kichiklari vayron bo'lib, cho'nglarimi shalinish bosqichiga berib qolmoqda. Sosyal medianing asosiy nishoni 2000 dan keyin tug'ilganlar bo'lib, ular o'zi qiziqqan temalarni sosyal medialar, YouTube, Facebook va Twitter orqali egallaydi va natijada ushoq har xil fikrlarga bo'linib ketadi. 100 odam 30 xil fikrga bo'linib, har bir fikrga 3 ton odam to'g'ri keldi. Buning hukumat uchun yaxshi tarafi bo'linganni bo'riyer degan maqol tamsil bo'yicha oldin qatimliq leksiya so'zlab o'tgandek, shaytoniy aqllarning davlatlarga tutgan plani bo'lsa, bo'l parchalar boshqur bo'lgandek bir davlatdagi xalqnimi yangi media vositasi orqali qo'shaq fikrlarga bo'lib ularni parchalab turib kuch birlikda ish o'mlikda degan qurolni buzib tashlab xalqlarning uyg'ongandan keyin o'ziga qarshi chiqishi jihatdagi andishlarini pasaytiradi. Hukumatlarning yana bir taktikasi bo'lsa, xalq uyg'onishga boshlagan hamon avval o'xshamagan fikrdagi xalqlarni bir-birisiga dushman qilib qo'yish orqali ikki tarafni urushga silib qo'yib, qutqazg'uchi yoki tuzumni saqlovchi bo'lib olib, xalqni davomli uxultishdan iborat taktikalarni bilib qo'yishimiz kerak. Albatta, kona va yangi medialarning yana nurg'un o'zgarish olib kelayotgan taraflari bor. Bularni sizlarning izlanishinglarga va tafakkur qilishinglarga qo'yib qo'ydik. Biz yuqorida hukumat bilan xalq, ya'ni kollektiv orasidagi kona va yangi medialarning olib kelayotgan o'zgarishlarni so'zladik. Endi biz bilan zich munosabatli bo'lgan bizga, ya'ni oilamizga qanday o'zgarishlarni olib keldi desak, rasmga qarasak, o'ng tarafdagi rasm nurg'unlarimiz uchun notanish emas. Bir televizor, oila bo'yicha hammamiz birlik kanal, menga kirgan uchurlarda ko'p farq bo'lmag'ach, ota-onaning gapini farzandlar xili yoshgacha anglaydi va qoyil bo'ladi. Shu orqali sog'lom bir kishilikni yetildirib olguncha oila qurilmasida ota-onadek farzanddek sog'lom munosabatni xili yoshlargacha saqlab qolaydi. Chunki farzandlarimizning uchur qabul qilish manbasi u zamonlarda biri ota-ona, biri o'qituvchisi va cho'ngdada cho'ng opalar edi. Mahalla muhiti bek nachar bo'lib ketmasa, farzand tarbiyalash ota-onalar uchun ancha qiyin emas edi. Burungi oiladagi o'mlik, mehr-muhabbat va oila qurilmasini bugundan izlab boqaylik. Endi sol tarafdagi hozirning rasmiga qarab baqsaq, mengiga kirayotgan uchur kichikdan cho'nggacha, dadadan opagacha har birimizning uchur qabul qilish manbayimiz va mazmunimiz farqli bo'lib ketyotdi. Buningdan kelib chiqadigan ziyonning foydadan natijasi ko'p bo'lganligiga oid temani bak ochmasaqmi, hammamiz faraz qilib bo'la olamiz albatta. Mana shunday bir zamonga ulgurib ota-ona bo'lyapmiz. Farzandlarimiz ilg'imayla kichik yoshda fikr sohibi bo'lib qelyapti. Ota-onalar ularni ilg'ivitayli, suzgishdan o'tkazayli desak, farzandlarimizning nazarida ota-onalar bilmaydigan, zamonning keyinda qolgan koni ideyalarni ko'tarib yuradigan degan tahdid bilan yuzlashish oldida turyapmiz. Oilalarni burunqiga solishtirganda fikr jihatdan bo'linish va ota-ona bilan farzand o'rtasidagi bog'ning uzilishi tezlashmoqda. Shuning uchun biz ota-ona bo'lg'uchilarning va bo'lish oldida turganlarning zimmasida cho'ngdan aytsak vatan da'vosi, millat da'vosi bo'lsa, kichikidan aytsak yangi davrdagi o'zgarishlarning bizga ilib kelgan qulayliklardan va yaxshi taraflaridan boshqa oilamizning qurilmasidagi o'zgarishlarga ilib kelmoqchi bo'lgan tahdid va xirislarga taqobil turib ma'musak bo'lmaydigan bir zamonda ketib boramiz. Shuning uchun bu oy bu kunda ota-ona bo'lmoqdas. Bu oy bu kunda farzand bo'lmoqdas. Bu oy bu kundagi ota-onalarning farzandi bo'lmoq texmitas. Biz yuqorida burunqi va bugungi medialarning qisman taraflarini so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi kelgusi medialarga bir qarab baqsaq, rasmning o'ng tarafida ko'rganimizdek birikma media deb yangi bir media shakli kelyapti. Burunqi va bugungi medialardagi mazmunlarni insonlar, ya'ni kasbiy xodimlar yezib tayyorlash orqali bizga sunayotgan bo'lsa, buningdan keyingi ko'pincha medialarning xabar va mazmunlari sun'iy idrok tarafidan yozildi va tayyorlandi. Hatto hozirdan boshlab sun'iy idrok yozgan xabarlarning Twitterlarda, sosyal mediada mavjudlik to'g'riliq xabarlarni anglayapmiz. Kelgusidagi digital dunyoda biz ko'rgan medialardagi ko'p qism manzar bo'lsin, rasm bo'lsin yoki odamlarning chiroyidan tortib ovozigacha real dunyoda mavjud bo'lmagan digital, raqamlik mavhum narsalar bilan bizning ideyamizni va fikrlarimizni sun'iy idrok boshqaradigan bir kelgusi media kelyapti. Nima uchun sun'iy idrok boshqaradi deganda, bizning internet dunyosidagi har bir harakatimizning sonliq ma'lumoti ular tarafidan to'planib, bizni bekarak tunib turib, o'zining algoritmisi, ya'ni hisoblash usuli orqali har bir kishiga xos bo'lgan uchurlar
maxsus shu kishi uchun ishlanib, u odamni o'zining qiziqish doirasidan chiqolmaydigan qilib umrini tugatishi mumkin. Natijada bo'lsa, bir odam bir ideyada qilib, boshqalar bilan to'plashib bo'la olmay, texmi yolg'izlikni, texmi bo'linishni tanlab, asli bor bo'lgan o'yishish kuchini qo'sh-qo'llab o'tinib, yolg'iz qilib, sistemaning haqiqiy quliga aylanib ketishi mumkin. Chunki u odam yolg'iz bo'lganligi uchun sistema u odamni yo'q qilibasmi, hech kim uning izlarini qilmaydi. Mana bular medianing qorong'u yuzlari. Albatta, yaxshi foydalansak, o'xshash mediani o'zimiz uchun xizmat qildira olamiz. Biz faqat ko'pchilikka medianing yana bir yuzini ko'rsatishga tirishdik. 2020 yilga kirgandan boshlab bo'lgan o'zgarish va taraqqiyotni hammamiz beshimizdan kechirdik. Agar biz taraqqiyotning keyindan yugurmasak, burunqidek mangsaqmi yetishib oladigan u davr kelmasga ketganligi hammamizga ayon. George Orwell'ning kishilar taratqularning ularga deganlariga ishindu deydigan bir gapi bor. Shu gapga bir savol qo'yib baqsaq, nimaga asosan taratqularning degan gapiga ishonamiz? Ikkinchi dunyo urushi va orqasidan kelgan so'quq urush bilan ikki mustabid hokimiyat Nazi bilan Sovet ittifoqi yo'qotildi. Tırnaq ichidagi erkin dunyo bu ikki mustabid hokimiyatni butunlay yo'qotolmadi. Mustabidlikning shaklini o'zgartirib davom qilyotdi. O'tmishdagi mustabidlarning besim bilan yurgizgan tashviqoti liberal erkin dunyoda tashviqot texnik ustunlik bilan to'ymog'idek usulda ilib berilishga boshladi. Filmlardan, televiziya teatrlaridan, musiqalardan va digital o'yinlardan, jurnal va kitoblardan tashkil topgan bir moda madaniyati bu tashviqotning vositachisi bo'ldi. Tashviqot mustabid hokimiyatdagi besim bilan tarqatilgan narsadan qiziqtirish orqali tashviqotni to'ydirmay ilib boradigan bo'ldi. Bu yerda medianing rangvozlik misolidan bir qanchani qistirib o'tsak, balki bundan keyin mediadagi xabar yoki hodisalarning rost yolg'onligiga sezgurligimiz texmi eshib qolsa ajib emas. Bu bir qancha rasmda ozni ko'p qilib ko'rsatilgan rangvozlikni ishlatadi. Xalqda norozilik pek ko'p, nurg'un xalq norozilikni bildirdi deb turib, ikki to'rtta odam bilan yuzlarcha, minglarcha xalq ko'chalarga to'kildi deb xabar ishlaydi. Bu rasmda o'tgan yili Trumpning qonunsiz ko'chmanlarga qarata chiqargan siyosatiga qarshi medianing ishlagan xabari bo'lib, rasmdan bularning hammasining artish ekanligini ko'ramiz. Bu rasmmi vakil xarakterlik bir rasm. Rasmda Angliya shahzodasi William bo'lib, ikki tarafdan tortilgan rasmdan o'xshamagan ikki xil xabar yozalaydi. Birisida xalqga hurmatsizlik qildi deb xabar qilsa, yana birisida normal mazmunda xabar ishlaydi. Bu rasmda ziyonkashlikka uchirg'uvchini zo'ravon qilib ko'rsatiladi. Bu rasmda hukumatni har vaqt pardozlab ko'rsatilgan o'rin mediadan iborat. Albatta, davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi mediaga bo'lgan erkinlik tarafdagi farq o'xshash emas. Bu rasm medianing qo'lida qanday xabar qilindi desak, jasur jilon suvga g'arq bo'lgan baliqni qutuldirib oldi deb turib xabar ishlaydi. Bu xabarning yolg'onligini baliqning suvda yashaydiganligidan xabari bo'lgan kishilar yolg'on ekanligini farq eta oladi. Afsus, nurg'unlar media nima desa uning ishinib kelgach, medialar shu xil misol bilan insonlarning aqli bilan o'ynab kelgida xil zamonlar bo'ldi. Mana bu medianing oqni qora, qorin oq qilaoladiganligining komediyalik o'xshatilishi. Dangliq bir jurnalistning bir gapi bo'lib, agar sen bir muxbir bo'lish biting bilan xabar qilishga ruxsat qilingan xabarni xabar qilgan bo'lsang, u xabar bo'lmaydi, u e'lon bo'ladi. Xabar qilishga yo'l qo'ymaganni xabar qilgan vaqtingda, ondan u haqiqiy xabar bo'ladi. Bundan necha yil burun Angliyaning boshlang'ichidan boshlab medialardagi yolg'on xabarlarni qanday farqlantirish to'g'riliq dars mazmuni qilib kirgizganlik xabarini ko'rgan edik. Shunga bizmi farzandlarimizga bu tarafdagi tarbiyani berishimiz kerak. Bo'lmasa media bilan siyosatning qurboni bo'lib ketadi. Yaqinqi bir yilning yoqisidagi ba'zi o'zgarishlar shuni ko'rsatdiki, bu leksiyadan keyin uzunga qolmay burunqi medianing qilgan yolg'onchiliklarining o'tirg'i chiqishiga shohid bo'lishimiz mumkin. Albatta, hammaning to'g'risini Alloh biladi. Biz faqat o'zimizning izlanishlari bilan bir farazda bo'lyapmiz. To'g'ri chiqamdi yo'q, hammamiz birlikda qarab boqaylik. Bu leksiya bilan ekran va media orqali bizni qanday yolg'onchiliklarning kutib turganligiga diqqatni tortish va medialarning yana bir yuzini ozroq etishga tirishdik. Asli biz nurg'un jonliq misollarni ola oldik. Biroq bak uzrab ketmasin deb bir qismini elishga majbur bo'ldik. Biz kino filmlardagi texnikalarning kunga eshib berayotgan yuqori saviyasiga hayron qilish bilan birga, mushu texnikalar bilan xabar ishlab bizga va butun dunyoga tarqalsa, qanday bo'lganligi haqida o'ylanib beqishimiz kerak. Leksiyaning kirish qismida deb o'tgandek, Qur'ondagi 700 dan ko'p takrorlangan aqlimizni ishlatishimizning muhimligini eskartgan oyatlar naq bugungidek bir kunni va kelgusini ishorat qilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki yolg'on uchur rost uchurdan olti tez tarqaladigan birikma media, deepfake va sun'iy idrok qatorliqlarning
taraqqiy qilib yuqori pallaga yetadigan atiga ketib boramiz. Bu atiga taqabul tura oladigan birdan-bir qurolimiz bo'lsa, aqlimizdan iboratdir. Oxirida ko'pchilikka bir savolni qo'yib qo'yish bilan bugungi leksiyamizni oxirlashtiraylik. Qo'rsqimizga tomoqlarni shundoq tujublab etib yegandek, miyamizga kirayotgan uchurlarni qanchalik tujublab tekshirib, izlanib, to'g'ri yolg'onni bilib, ondan hazm qilib yiqyapmiz.